Bu siz Minecraft dunyoyingizni endi boshlayotganingizda sizga kerak bo'ladigan juda ham foydali bo'lgan ajoyib lifehacklar. Siz Dream yerga tushguniga qadar kanalimga obuna bo'la olasizmi? Xo'sh, ulgurdingizmi? Unday bo'lsa videoni boshladik. Siz Minecraftda asosan qazish ishlari bilan shug'ullansangiz kerak, lekin endigina o'yinni boshlaganingizda konga tushish juda ham xavfli. Albatta maxluqlar bilan urushmasangiz, undanda yaxshiroq yechim sifatida agar siz okean yonida spawn bo'lsangiz, qayiqqa borishni maslahat beraman. Siz kemadan xarita, siz uchun yetarli bo'lgan oziq-ovqat, TNT, olmoslar, temir hamda lazurit qoldiqlarini topishingiz mumkin. Bu esa o'yinni boshlanishi uchun juda ham ajoyib resurslar bo'ladi. Shuning uchun keyingi safar o'yin dunyoyingizni boshlaganingizda mana shunday okeanlardan foydalanishingizni maslahat beraman. Shuning uchun kondan ko'ra ancha foydali yechim. Siz endigina dunyoni yaratib o'yinni boshlaganingizda sizga kerakli narsalardan biri bu qo'y hisoblanadi. Chunki undan tushgan jun yordamida o'zingizni birinchi tunni o'tkazishingiz uchun bemalol kravat yasashingiz mumkin. Lekin ko'rganingizdek tabiatda turli xil qo'ylarni uchratishingiz mumkin hamda buning hammasi bir xil rangda bo'lishining ehtimoli kam. Shuning uchun siz shunchaki yerdagi gullardan foydalanishingiz mumkin. Ulardan rang sifatida foydalaning hamda barcha qo'ylarni bir xil rangga keltirsangiz, keyin esa bemalol kravatni yasashingiz mumkin. Ushbu lifehackdan ko'pchilik foydalanmaydi va hamma qo'yni oq bo'lishini kutib turadi. Lekin mana shu lifehackdan foydalansangiz, keyingi safar siz ancha ertaroq kravat yasaysiz. Siz o'yinni boshlaganingizda temirni yig'ganingizdan so'ng eng birinchi bo'lib himoya kiyimini yasamasligingiz kerak. Chunki hali temiringiz oz vaqti, bir donagina temir sizni butun boshli xavfdan himoya qiladi. Aynan mana shunday bor yo'g'i bir nechta yog'och hamda bir dona temir orqali qalqon yasashingiz mumkin. Bu esa kiyimdan ko'ra ancha foydali yechim. Chunki bu sizni barcha narsalardan himoya qiladi. Creeper deysizmi, umuman muammo yo'q. Hattoki sizni skeletlarni o'qlardan ham himoya qiladi. Shuning uchun agar siz o'yinni boshida temirni topsangiz, mana shunday qilib qalqonni yasashingizni maslahat beraman. Sizni hayotingizni saqlab qoladigan yana bir narsalardan biri shunchaki 5 ta yog'ochni ishlatib, mana shunday qayiqni yasashingiz mumkin. Ushbu qayiq sizni istalgan narsadan himoya qilishi mumkin. Agarda zombilar kelayotgan bo'lsa, shunchaki qayiqni qo'yishingiz mumkin. Yoki biron bitta balandlikdan tushib ketayotganingizda ham bemalol qayiqdan foydalanishingiz mumkin. U umuman uron olmaydi. Bu esa sizga nezerda juda ham asqotadi. Siz ovqat uchun o'yin boshida pechkalardan foydalanmang. Chunki siz biron narsani pishirmoqchi bo'lsangiz, sizga albatta ko'mir kerak. Bu esa juda qimmatga tushib ketadi. Lekin agarda siz bitta ko'mir va bir nechta yog'och orqali mana shunday qilib gulxan yasashingiz mumkin. Bu esa butunlay cheksiz yonilg'i manbai hisoblanadi hamda birdaniga 4 ta ovqatni bemalol pishirishingiz mumkin. Agarda siz uni sindirsangiz ham undan ko'mir tushib qoladi hamda siz deyarli zararga qolmaysiz. Siz o'yin boshidagi yog'och asboblaringizni hech ham tashlab yubormang. Chunki agarda siz konga tushgan paytingizda albatta ko'mirni topolmay qolishingiz katta ehtimol bor. Shuning uchun siz mana shunday yog'och qurollaringizni bemalol pishirishingiz mumkin. Bu esa dastlabki yoqilg'i uchun juda ham ajoyib namunalardan biri hisoblanadi. Ha, mana shunday holat menimcha juda ham ko'pchilikda kuzatilgan bo'lsa kerak. Shuning uchun yog'ochlarni pishiring. Siz konda yurganingizda inverteringiz juda ham to'lib ketish ehtimoli bor. Shuning uchun agarda siz juda ham ko'p oltin yoki temirlarni yig'ayotganingizda, ular staklanib ketadi. Mana shunday vaziyatlarda siz ularni shunchaki butun boshli blokka aylantirib qo'yishingiz mumkin, hattoki pishirmasangiz ham. Bu esa inverteringizda juda katta joyni tejay oladi. Ko'pchilik o'ylaydiki, Minecraftda qo'ziqorinlar umuman foydasiz narsalardan biri hisoblanadi. Lekin o'yinning boshida u juda ham ajoyib yegulik hisoblanadi. Faqatgina oddiy yegulik sifatida emas. Albatta siz undan sho'rva yasay olasiz. Buni ko'pchilik bilsa kerak. Lekin tabiatda gullar juda ham ko'p. Agarda siz istalgan gulni olib uni sho'rvaga qo'shsangiz, u sizga qandaydir g'ayrioddiy effekt beradi. Agarda siz oq gulni olsangiz, keyin uni sho'rvangizga qo'shsangiz, sizga regeneratsiya effektlari beradi. Yoki sariq gulni olsangiz, u sizga qorningizni juda ko'p vaqt davomida to'ydirib beradi. Mana shunday ajoyib effektlar bilan sizni o'yiningiz o'yin boshida juda ham osonlashishi mumkin. Minecraftda sizni omborxonangiz uchun sandiqdan ko'ra bochka yaxshiroq variant hisoblanadi. To'g'ri, ularning ikkalasining joyi ham deyarli bir xil, lekin ularning eng asosiy farqi agarda siz sandiqning ustiga blok qo'ysangiz, u ochila olmaydi. Lekin agarda siz bochkaning ustiga blokni qo'ysangiz, uni siz bemalol ochishingiz mumkin. Bu albatta eng katta plyus tomonlardan biri hisoblanadi. Bundan tashqari, bochkaning krafti sandiqning kraftiga qaraganda anchagina kamroq yog'och ishlatiladi. Shuning uchun bochkada narsalaringizni saqlash anchagina ko'proq narsani tejab qolishingizga yordam beradi.
Dastlabki o'yinning boshlarida sizda temir kamroq bo'lgan vaziyatda mana shunday yondirgich yasashingizni maslahat beraman. Chunki sizni o'yin boshida ovqatingiz juda ham kam bo'ladi. Ularni pishirish esa juda qimmatga tushishi mumkin. Lekin agarda siz yondirgich yasasangiz bemalol hayvonlarni pishirib, uni pishgan go'shtini olishingiz mumkin. Bu juda ham qulay life hack hisoblanadi. Yoki xuddi shu narsani lavali chelak yordamida ham qaytarishingiz mumkin. Men sizlarga BrizUz kanalini tavsiya berib o'tmoqchiman. Ushbu kanalda bir-biridan qiziqarli Minecraft fakt haqida videolar chiqadi. Albatta obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysangiz xursand bo'lardim. Siz qishloqqa kelgan paytingiz albatta ketmonni yasab oling, chunki qishloqda juda ham ko'p somon bloklari joylashgan bo'ladi. Aynan mana shunday ovqat tanqis vaziyatlarda somon bloklari eng yaxshi ozuqa manbaidan biri hisoblanadi. Ketmon esa buni qazish uchun juda ham tez vosita. Ayniqsa speedrun qilayotgan bo'lsangiz, mana shunday narsalardan foydalanishingiz kerak va kichik detallarga ko'proq e'tibor qaratishingiz zarur. Siz lava ko'lini topib oldingiz, endigi navbat esa Nether tomonga borish. Agarda siz lava ko'lini topsangiz, Netherga surishingiz uchun oson life hack bor. Buni men oldingi videolarimda ham aytib o'tgan edim. Shunchaki bu yerga bitta toshni qo'yishingiz hamda bu yerga suv quysangiz, bemalol portalni yasashingiz mumkin bo'ladi. Hamda bu yerga mana shunday bloklarni joylashtirasiz, portal tayyor. Shunday qilib Netherga yetib oldik. Agar 2000 ta like yig'sak, Netherdagi life hacklar videoga like bosib qo'yishni albatta unutmaymiz. Shuning uchun hammaga xayr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.